Hurmatli yurtdoshlar, xudo xolasa Sankt-Peterburg Urganch yo'nalishi bo'yicha passajirlarimizni hammasini chiroyli qilib o'tkazib oldik. Mana bemalol murojaat qilaverasizlar. Yaxshimisiz akalar? Hammasi tinchmi? Managa hammasini ketyapti Urganchga. Endi boshqa variantlar bo'lmadi. O'zi akalarimiz Surxondaryo, Samarqand hammasi shu tomonga olyapti. Mana ushlaringizlar. Hammalaringizga oq yo'l. Yaxshi etib olingizlar. Salomat bo'lingizlar. Rozi bo'lingizlar. Mayli. Yaxshi etib olingizlar. Sizga ham kattakon. Mayli aka. Agar siz o'zingiz amallaysiz-ku, agar xohlasangiz aytar edim. Bir o'zingiz lekin tutib turasiz. Zelona koridor 2 aka. Mana. Faqat nomerlarimiz orqali bog'lanib, nomerlarimiz orqali bilet xarid qilingizlar. Xudo xolasa xizmatlarimiz mana shunaqa chiroyli qilib o'tkazib, kuzatib qo'yaveramiz. Tanish bilishlaringiz qo'sh. Hurmatli yurtdoshlar, mana xudo xolasa passajirlarimizni Sankt-Peterburg Urganch yo'nalishi bo'yicha o'tkazib oldik. Endi opalarimiz edi, videoga tushishga nima qilyapti? Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana, opa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana ko'rsatib qo'yaveray. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Abakasi, mayli, yaxshi aytib olinglar. Bizning ishimiz shu, boshqa variant yo'q. Mayli. Mayli, sog' bo'linglar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Abakasi, xodimlari xizmatdamiz. Qo'ldan kelgancha arzonroq variantlarda qilib beramiz hamda arzonroq variantlarda harakat qilib chiroyli qilib o'tkazib qo'yamiz. Xudo xolasa mana passajirlarni ham Namanganga o'tkazib oldik. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shular bilan qo'shib bu yoqda ham olib ketinglar. Mayli, sog' bo'linglar. Yaxshi aytib olinglar. Sog' bo'linglar, Namangan. Ketishdi. Yana bir ikkita Toshkentga. Men bu yoqda hozir nimalarni tashlayman, doktor bo'yicha. Nomer 1 Sankt-Peterburgda biletlar Arzonroq Jahongir nomidan deb boraverasizlar. Arzonroq qilib beraveradi. Hozir videolarini tashlab qo'yaman. Hurmatli yurtdoshlar, mana passajirlarimiz Termizga kechayib kelgan passajirlarimiz mana o'tdi. Endi mana realni. Kelinglar aka. Mana realni aytinglar, ushladi. 1 so'm bermanlaringmi? Yo'q. Mana ushladi. O'tiraverlaring, a? 2000-3000 solib qo'yinglar dedim. O'zim aytdim ushlagandan keyin ham. Lekin 1 so'm bermasdan man chiqib ketdi. To'ppa to'g'ri qildilaring, sog' bo'ling. Eng yomonsi men edim, 1 so'm bermasdan chiqib ketdi. Bo'ldi, oq yo'l, mana Zelona koridor to'g'ri ketaveradi. Mana shunaqa qilish kerak. Qolganlarga ham shunchunda. Mayli, sog' bo'linglar. O'shanday mana nima qilaverasiz. Siz o'tkazadingizmi? Mayli, sog' bo'ling. Termiz qo'madimi? Ha? Termiz qo'madimi? Termiz bo'ldi, tugadi, ha? O'tkazaveradi, bormi?